Onasi, nimaga meni pullarimni ishlatding so'ramasdan? Kerak bo'lgani uchun ishlatdim. Ayli uy ishlari qilmaysan-ku, ko'chaga chiqib pul sarflash bilasan. O'zingiz menga biror marta uy ishlarida yordam bermaysiz. Ro'zg'or ta'minlab qo'yibmanmi? Uy ishlarini sen qilishing kerak. Qanaqa ayolsan? Qanaqa xotinsan? Ke bolam? Onajon, shuncha yil birga yashasak ham keliningiz bilan haligacha bir-birimizni hech tushunmaymiz-da. Nega sen o'zi arzimagan narsadan janjal chiqarding? O'zi ishdan asabim buzilib keldi. Keliningiz kayfiyatimni ko'tarish o'rniga battar asabiylashtirdi. Hamma oilada ham tortishuvlar bo'ladi. Sen ayoling bilan muomalangni to'g'rilagin. Chunki yaxshi yomon kuningda doim yoningda turadigan shu. Kelin, ko'zgudagi aksing bolam. Yaxshi gapirsang, kulib qaraydi. Jahl bilan qarasang, jahl bilan javob qaytaradi. Mana shuni tushunib olgin bolam. Xo'p. Bolajonim, Onajonim, ha. Yaxshiyam siz borsiz. o'rgilib ketay bolam. Onasi, sal qizishib ketimman-da. Kayfiyatim yo'q edi. O'zing to'g'ri tushunasan-ku. Dadasi, men ham sizga noo'rin gap qaytarib qo'ydim. Hozir 5 minut kutib turing, ovqatingizni tayyorlayman. Kayfiyating qanday bo'lsa ham o'z oynangga kulib qara, bolam.